Ha? 5-palatadagi bemormi? Avval istimasini o'lchab ko'ring, keyin tomchi dorisini ulab qo'ying. Xo'p. Jasur aka, Jasur aka. Kechirasiz. Jasur Haydarovich ko'rmaysizmi? Yo'q, ko'rmadim. Jasur aka. Dilbekani ovozimi? Ha? Ye. Tinchlikmikin? Jasur aka qayerdasiz? Dilbeka? Jasur aka. Tinchlikmi? Iltimos menga yordamingizga. Nima bo'ldi? Tushuntirib gapiring. U hozir o'lib qoladi aka. Kim u? Jasur aka, uni aybi faqat meni sevgani. Ishoning, menga qo'lini uchini ham tegizmagan. Iltimos, agar hozir unga yordam bermasangiz o'lib qoladi. Iltimos. Kecha oyim tushuntirib aytgandilar. Iltimos, yura qoling, yuring, tezroq yordam bering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi bolam? Ovqat isitib beraymi? Qorning ochib ketgandir. Yo'q, yemayman. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Kayfiyating yo'q? U keldi, oyijon. Yonimga keldi. Kim? Kimni aytyapsan? Mana shu qo'llarimdan tutdi, oyijon. Lekin yaxshi ko'rgandan, mehr bergandan emas. Yaxshi ko'rganini, hayotini saqlab qolishim uchun mana shu qo'llarimdan tutdi, oyijon. Oyijon, to'g'ri aytgan ekansiz. Qalblar egasi yolg'iz Alloh ekan. U sevdirsa sevar ekan, bo'lmasa yo'q. Dilbeka mening so'ngsiz, javobsiz muhabbat. Bolam. Ona bilan Allohning o'rtasida parda yo'q. Men kecha-yu kunduz ikkalangiz uchun Allohdan faqat baxt so'rayapman. Mana ko'rasan bolam.